Yo, men salom o'rtoqlar, sizlar bilan men Timon Do'zi bo'lyapti. Bugungi videoda bizda bolalar. Bizlar bugun yana o'sha Minecraft o'ynaymiz bolalar. Bugun videoda Minecraft o'ynaymiz. Bugun Imperia'ni ko'rsataman sizlarga. Ikkita Imperia bor bu yerda. Bittasi bu. Mana bittasini o'zim qurganman bu. Bittasi bu. Ikkalasiga ham harakat qilamiz bolalar. Keyin ikkinchisi bu kорабль qurganman. Mana shunaqa katta imperiyadan keyin mayallagi narsa qurmaganman. Keyin bu yerlarga lekin o'zim qurganman. Hozir buni hali bitmagan, keyin u yerlarda ham imperiya bor. Mana ko'rsanglar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana u yerda Kitos degan imperiyasi bor. Imperiya bor. O'zim qurib berganman. Jang qilamiz bugun. Bular bilan jang qilamiz. Mana Kitos degan imperiyasi bor. U yerlarni egallashimiz kerak. Hali u keyin hozir yana bitta imperiya bor. U yerda faqat o'tlar. Bu meni imperiyam. Buni o'zim qurganman. Bu meniki bo'lsa askarlar yo'q. Buni boramiz. Hali ko'p bor. Mana chiqyapti. Mana bu yerda ham imperiyacha bor. Imperiyani biza qurishimiz kerak. Ham samolyot ham quramiz. Havoda uchadigan samolyotlar ham quramiz. Hali bu yerlarni ham egallashimiz kerak. Hali bu yerga hech kim bormagan. O'zim ham bormaganman. Shunaqa bo'ldi. Keyin hozir sizlarga ikkinchi imperiyani ko'rsataman. Bu emas. Bu yerda Jitilda yashaydi endi. Bu yerda faqat 10 ta aholi bor. Mana bolalar, bu yerda ham imperiya bor. Hozir buni yangi ochganman. Bitta uyimcham bor. O'zim qurganman. Ichida bitta baho berasizlar mana. Shular uchun narsa yashamayman. Men prosta hali kompyuterga qo'yaman o'zim. Kompyuter. Bu ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda mana qirollarim. Keyin bu yerda narsalar turadi. Keyin bu oyna, havo keladi. Bu qo'l yuvadigan joy. Qo'l yuvadi. Shunaqa bolalar, videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshlayveraman. Sizlar qiziqib ketgan bo'lsanglar. Mana boshlaymiz. Endi birinchi uyni hozir o'zim qurib beraman sizlarga. Hozir yana mashinaga o'xshagan oldimizdan qanaqadir uy qurishimiz kerak. Uy qurish kerak yana. Ana to'xtanglar. Zo'r ideya keldi kallaga. Ne olamiz? Qılamızdan suv tarafga olib boramiz. Suv tarafga olib boramiz bola. Mana bola buni ham qurib oldi. Endi biz bu yerlardan narsalar qurishimiz kerak. Baliq tutaylik joy quramiz. Yo, davay. Kelinglar endi bayroq qursam ekan. Yo. Hozir quramiz. Pastdagi tunnel quramiz. Tunnel ishlaydigan. Hamma ishlaydi-yu. Ishlashga joy qilish kerak endi. Buni bu yerdan qilamiz. Yo'q. Keling, bu yerdan qilamiz, davay. Katta qilaman chunki hozir katta qilsam video cho'zilib ketadi. Mana buni qildim chunki bu yerdan suv chiqib ketdi. Bu yerni boshqa joylarni qaraydi mana. Suv kelyapti bu yerga. Chunki bola bu taraf nimadir qilamiz hozircha turib turadi. Biz hozir eng birinchida qishloqlarni ko'paytiramiz. Harbiylar kerak. Qishloqlar kerak, qishloqlar. Keyin uylar quramiz, uy. Kelinglar, mana shu yerdan bitta uy quraveramiz. Taxta ketdi. Benim için katta kerak emasdi.
katta uy yashalmaydi-yu. Quramiz. Quramiz. Bola aytgancha kanal yo'lini qo'yinglar bola. Yaqinda 740 ta obunachiga erishimiz kerak. Bola rahmat sizlarga. 700 ta bo'lgani uchun rahmat deyman bola. Endi bola 730 ta kerak bizga obunachi. Shuncha padishga qilinglar-da. Men bitta uyni bir soat qilib o'tiraman. Quramiz. Bo'ldi, endi quramiz. Mana bola uyimizni ham qurib oldik endi. Ichilarini qilishimiz kerak. Ayye. Qolgandir. Mana bola endi bu yerga fakkel qo'yib chiqishimiz kerak. Olib tashlayman. Bu yerni ochamiz. Ochamiz endi katta uy bo'lib ketdi mana. Kattami? Boy bo'lib qoldim men buni. Bola hozir to'xtab tursak bo'ldi. Ertalab qilamiz buni hozir. Turamiz. Sindiramiz. Qilamiz, sindiramiz. Otamiz, yerga otib tashlaymiz. Qilamiz, olamiz. Mana bola bitta ko'chaga kompyuterchalar qo'yib berdi uylarga. Endi o'ynab qo'ydi endi. Bolani qilib qo'yamiz. Gilam qo'yish kerak, gilam. Kerak, qora gilam qo'yib beramiz. Qo'yamiz. Sizlar mashqa qilishni bilmaysizlar deysizlar. Shunday olamiz ham. Choq. Inson qo'yamiz, ayollar kirisariga. Bu ochilib qoldi. Qayda? O'ylam. Hamma joyga gilam deb o'ylaydi. Xonam gilam deb o'ylaydi. Endi biz nima kerak endi? Bilay. Bloklar qani? Blok qani? Voy bilay to'g'ri. Agar bola fakkel qo'ymoqchi bo'lsangiz, fakkel qo'yish o'rgataman sizga. Fakkelni choq qo'ygan bitta mana. Qo'ydi. Endi uchinchiga qanday qo'yamiz desanglar, hozir chot yo'lini o'rgataman. Yomg'ir quyyordi. Yomg'irga o'zim uyimdek qo'yaman. Qaman ekan. Endi qo'yamiz borib. Mana bo'ldi qarada chotga uylarni qurib qo'ydim. Bunaqa. Endi bo'ldi masliga fontan quraman. Fontan. Fontanni çok joydan kerak. Fontan masliga qo'shib shuni yerda qo'yasizlar bloklar. 2 3 4 qo'yasizlar. Cem katta bo'lmasa kerak. Katta bo'lsa chiroyli bo'lmaydi. Nasıl ko'raman. Mana bola fontan qurasizlar.
keyin ustiga mana shu bitta qo'yib yuborasizlar. Men katta qilib ketyapman menimcha. Xohlasanglar katta qilsanglar ham bo'ladi. Menimcha ham katta qilgan. Endi shuni tayyorlaysizlar. Suvni quyib yuborasizlar. Hozir. Mana suvni mana bitta qo'yasizlar mana. Bo'ldi, tushdi pastga. Haydi. Qo'yasizlar bo'ldi mana. Fontan bo'ladi, mana shu fontan deydi. Mana fontanimiz ham tayyor, chiroyli bo'lib turibdi. Cho'z nima noto'g'ri qildingizmi? Mana bo'laveradi mana. Mana endi qildik. Endi hayvon mamla olishimiz kelmaydi. Qo'y, tovuqlar biz kerak qilamiz. Mana bolalar endi qo'ylar mana qo'yib chiqamiz. Endi qildim mana endi. Birinchi tovuqdan boshlaymiz. 2 3 4 5 demida. Endi sigir qo'yamiz. 1 2 3 4 qo'ylan 2 3 4 5 6 nima qo'yaman? Bo'ldi endi. Endi suv chaynashdan qo'shimiz kerak. Suv chaqdi. Ay bile cho'milganam. Talashmasin deb. Bile. Qochib tur. Sizda gapga tushmadi. Bolla. Mana bolla qo'yib tashladi. Endi bolla videomiz shunday bo'ladi bolla. Xayr bolla, omon bo'linglar, sog' bo'linglar bolla. Bo'pti.